sotiga 34 ming aqsh dollaridan belgilangan shahar markazi 25 sotuv maydonga ega joyimizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Sizlarga shunaqa arzon obyektlarni topib xursand qilishda davom etamiz. O'rtoqlar, Kamolon mahallasida joylashgan, yo'l yuzidan atiga 500 metr masofada, Kamolon masjididan 680 metr, metrodan 700 metr, eski Samarqand darvoza masjididan 500 metr masofada joylashgan ushbu obyektimizning umumiy maydoni kadastr bo'yicha 25 sotuv maydonga ega. Fasadlarga to'xtaladigan bo'lsa, uglovoy joylashganligi sababli 42 metrga 45 metr bu yog'i bo'lsa 75 metrdan iborat. Bu birinchi vходimiz, bu bo'lsa ikkinchi vходimiz o'rtoqlar. Kottejchi akalarimiz uchun juda ham zo'r imkoniyat, chunki 20 ta kottej barpo etish imkoniyatiga ega joyimiz, tapchanli zonalarimiz, qadrli do'stlar, noturar joy qilib foydalanib kelishyapti. 2 qavatli binoyimiz mavjud, 943 kvadratdan iborat. Oyma-oy pribili 3,5 ming aqsh dollari olib keladi. Joyimizning shakli noodatiy o'rtoqlar, o'ng qo'limizda ham, chap qo'limizda ham skladskoy pomesheniyalar joylashgan, storage, ya'ni qorovullar xonasi ham mavjud o'rtoqlar. Ikkinchi darvoza boy aytganimdek, umumiy narxiga to'xtaladigan bo'lsa 25 sotuv maydonga ega joyimiz 850 ming, sotiga atiga 34 ming aqsh dollari belgilandi. Bundan arzon joy taklif qiladigan bo'lsanglar, o'zimiz xarid qilib qo'yamiz. Sizlarga eng arzon va zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Ushbu obyektimizda rassrochka, ipoteka va har xil interessda xarid qilsa bo'ladigan obyekt o'rtoqlar. Tezroq tadbirkor, tijoratchi, biznesmen akalarimizni aloqaga chiqinglar, chunki yaqin kunlarda sotilib ketadi.